İçine narxlarni oldik. Endi bu narxlari qancha bo'libdi? Buni aka qancha bo'libdi? Narxini bilishmas ekan, xudo xolasa navbatdagilarni olishga harakat qilaveramiz. Aka qancha bo'ldi? Jupi 43 bo'libdi mana shu ikkalasi. Xudo xolasa 21,5 million so'mdan bo'libdi. Juda zo'r. Ketdimi, sotildimi? Xudo xolasa o'taveramiz. Nech pul bo'ldi? 17,5 bo'ldi, xudo xolasa. Juda zo'r. Bozorni biladi shekilli, o'zi qochib kelyapti bozordan. Vo, navbatdagi. Xudo xolasa. Ko'chatlar qancha bo'ldi? Amaki? Xudo xolasa 34 million so'm bo'ldi. Mana shu jupi. Juda zo'r, ha? Mashalloh. Barakatini beraversin Alloh. Qancha bo'ldi? 26 million so'm bo'pti, xudo xolasa. Juda zo'r. Bolachasi g'onajin ekan, zo'r. Navbatdagi ko'chatlar. Qancha bo'ldi aka? Ha? 10 million so'm bo'pti. G'onajin, zo'r ko'chatlarda Alloh xolasa. Qo'chqorlar kelyapti, xudo xolasa. Yupi qancha bo'pti? 13 bo'ldi. 13 million jupi. Maşallah. Qancha bo'ldi buqa? 35 million so'm bo'libdi. Juda zo'r. 35 million so'm deydi. Juda zo'r. Narxini hozir so'raymiz bunisini ham. Qancha bo'ldi aka? 23 million. 23 million so'm bo'libdi. Maşallah, juda zo'r. Qancha bo'ldi yana bola? Yana bola emasmi bu? Rangi bir xil ekan-da. Qo'chqorchalar qancha bo'ldi? 6 million so'm, 3 million so'mdan bo'ldi. Maşallah. Qancha bo'ldi, amaki? So'ramadingizmi? Sizchi? Qancha? 14 million so'm bo'ldi. Juda zo'r. Bozoringiz bersin. Xudo xolasa. Amaki qancha bo'ldi? 20 million 800 ming. Buqa qancha bo'ldi buqa? 68 ming so'mdan 395 kilo chiqdi. Gap yo'q. Juda zo'r. Nech pul bo'libdi? 40 million so'm bo'ldi. Ikkalasimi? Juda zo'r. Ikkalasi 40 million so'm. Qoyil. Yana bola qancha bo'ldi? 35 million so'm. Zo'r. Qancha bo'libdi? 13 million so'mdan bo'libdi, xudo xolasa. Juda go'zal. Qancha bo'ldi aka? Bu ham 13 million so'm. Bugun bozor mana shu yoshdagi mollar 13 million, 14 million so'm. Urus orqasi tisallayapti-yu. Nech pul oldi boshliq buqa? 22 million. Chotki. Qancha bo'ldi aka? 17 million 800 bo'libdi. Juda zo'r. Maşallah. Buqa qancha bo'ldi aka? Qancha bo'ldi? Voh, 68 million bo'ldi. Maşallah, mana uni qaranglar. Oh. Juda go'zal. Buqa qancha bo'ldi? Uchtasi 68 ming so'mdan kilogramga tortib olishdi, xudo xolasa. Juda zo'r. Bozorlaringni bersin. Gap yo'q. Nech pul oldi? Qancha bo'ldi? 20 million 200 ming so'm bo'ldi. Zo'r. Nech pul oldi? Nech pul oldi? Shep. Ya, ikkalalarni bir-birlariga solyapsizlar-ku? Qancha bo'ldi buqa? Ular nima bilmaydi? Nima aytmaysizlar bu? Aytganlaringni aynab qochib ketmasdi. Maşallah, ko'chatlarchi ketishini qaranglar. Go'zalligini qaranglar. Qancha bo'ldi? 23 million so'm bo'ldi ikkalasi. Shotki. Qancha bo'ldi amaki? 13 million so'm. O'rtacha bozor 13 million. Qancha bo'ldi? Eshitmay qoldim. 31 million so'm bo'ldi. Quloq zo'r eshitish kerak ekan mendan urishchi. Xudo xolasa navbatdagilari kelyapti. Olishga harakat qilamiz. Aka qancha bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 16 million 800. Juda zo'r. Qancha bo'ldi? 18 6. Voy maşallah, mana turishini qaranglar.
ko'chat zo'r ekan-a. Qancha bo'ldi demak? 16 million. Siznikichi? 31 bo'pti. Mana. Olachasi ham bor ekan. Juda zo'r. Qancha bo'ldi demak? Ha? 15 million so'm bo'pti. Juda zo'r. Gap yo'q. Shepim nech pul oldi? Bilmaysiz. Bo'ldi. O'zidan so'rasa o'zi ham narxini aytadigan ekan-da. Qoyil. Nech pul bo'ldi aka? 13.2. Qoyil. Boshqa. Bu bozorda chiqishdagi narx-navoni bilishda. Voy mashalloh. Qo'chqar nech pul bo'ldi amaki? 6 million 800 ming bo'pti. Juda go'zal. Amaki nech pul bo'ldi? 22 million so'm. Mashalloh. Nech pul oldi? Ha? Shopirlar narxini bilishmas ekan. Shopirlar narxini so'rab olinglar akalar. Shef nech pul oldi? 1608. Gap yo'q. Zo'r bo'pti. Nech pul oldi amaki? 17.3, 16.2 bo'pti. Juda zo'r. Gap yo'q. Nech pul oldi amaki yana bola? 25.5 dan qaytdi. Oldingizmi buni? 700 ga oldim. Mashalloh, zo'r. Nech pul oldi aka? So'ramanman. Voy, so'rash kerak edi aka. Gap yo'q, zo'r. Xudo xohlasa, nech pul oldi buqa? Narxini bilishmas ekan, shopirlar. Nech pul bo'ldi? Siznikichi og'a? Ular ham bilishmas ekan. Boshlandi to'palan. Amaki nech pul oldi? So'ramanman. Ey yashang. Siznikichi? 16.5. Xudo xolasa shu 16.5 bo'ldi. Sotilmabdi mana Torg'il. Qancha qilsangiz? 27 million. 57 million. Quloq ham ketyapti shekilli, eshitmayapti yaxshi. Nech pul oldi? Shep so'rashma. Amaki qancha bo'ldi? O'zi shopirlar boshlandi so'ramaydigan. 31.5 bo'pti yana bola. Nechta suti bor ekan? 10 ta deyishyapti ekan, gap yo'q. Zo'r. Qancha bo'ldi? Ha? 11 million 300 bo'pti. Oppoq ekan lekin. Juda go'zal. Xudo xolasa navbatdagilari bir oyda. Nech pul ekan aka? Qancha bo'ldi? 43 bo'ldi. O, sherigi bilan 43 bo'pti, xudo xolasa. Juda zo'r. Yana bola qancha bo'ldi? 33.5 bo'ldi. Juda zo'r. Qoyil. Juda go'zal. Qancha bo'pti ukam? Sotilmabdi, bozordan qaytdi. Qancha bo'ldi ko'chat? 16 million so'm, mashalloh. Qanaqa kiyik bolalar yoqadimi sizlarga ham? Juda ham go'zal. Ha, moliyalar nimani so'rayman? Moliyalardan so'ramaysiz. Xo'p, navbatdagilarni olaveramiz. Qancha bo'ldi amak? 14.800 bo'pti. Juda zo'r. Buqa qancha bo'ldi? Qancha dedingiz? 27 million. Gap yo'q. Sharbatlar bor, kelinglar. Ana, sharbatlar bor, kelib soladi. Ehtiyot bo'l. Ana. Qancha deyishdi? Nech pul oldi? 30 dan qaytibdi. Gap yo'q. Hurmatli akalar, o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Biz sizlarga narx-navolarni, ya'ni bozor ichidan chiqqan narx-navolarni tanishtirib o'tishga harakat qildik. Qo'shqar qancha bo'pti amaki? Bilishmas ekan. Mayli. Hech qisi yo'q. Navbatdagisini uramiz. Qanday? Bilolov. Yaxshimi? Charchami. Nech pul oldi amaki? 38 million so'm bo'pti. Juda zo'r. Nech pul oldi shepim? 26.5. Gap yo'q. Juda zo'r. Qoyil.
Narxi ham zo'r. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yinglar sizlarga. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon mol bozorini sotilgan narxlari va yuklanib turgan narxlarni tanishtirib o'tdik. Hammaga rahmat, bizdan rozi bo'lib qo'yasizlar.